Ota-onamni sa'y harakatlari, bularni chekkan zahmatlarini mahsuli o'laroq men bu yerda o'tiribman. Yuzim bosgan zahil bargi xazonlarga ishongayman. Hofizimiz o'rtaga tushdilar, men akordeondan edim, organdan edim. Aqlim nurom etkay mudom desa to'ylar degan narsa chiqib qoldi. Ketma ketma yonimdan, shirin shirin joningdan, men o'rgilay sana joningdan. Katta mashinani joyidan qo'zg'atish hali ham orzuyim bor. Shu yarim metrmi, 1 metrmi shu joydan qo'zg'asa-yu faqat men o'zim o'sha gazni bosib, o'sha men dalnavoyshik bo'lardim, aniq. Telefon qo'ng'irog'i bor ekan, demak bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Habibullah, yaxshimisiz? Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Hasanboylik Komil akangizman. Assalomu alaykum Komil aka. Rahmat e'tibor uchun, yaxshimisizlar? E'tibor qilib ko'rib turganingizga rahmat. Annaqani so'rab o'tdim. Qolgan rahmatligidan durra borki, o'shandan 2 qator aytib bersangiz. Xo'p bo'ladi. Hozirgina bog'langan akamiz Rustam qori Tursunovni eng birinchi shogirdlaridan bo'ladilar. Komil akam umrlari uzoq bo'lsin. Boshingda oppoq durra degan ashulalar bo'lardi Rustam akam. Lekin xayoling menda degan ashulalar bo'lardi. Afsuski men uni hali yodlab nima qilmaganman, zapis ham yozmaganman ham. To'ylarda ijro qilishga biroz cho'chiydigan ashulalarim sirasiga kiradi. Boshlayman. Chunki o'zlari shunaqa boya aytdim-ku, shunaqa zo'r mahorat bilan ijro qilganlari uchun ba'zi qo'shiqlarni ijro qilishga jazm qila olmayman hali hanuz. Shuning uchun Komil aka mendan uzr. Xudo xolasa endi sizki so'radingizmi, endi buni yodlamasak bo'lmaydi. Albatta yodlab yozamiz ham, o'zingizga keyin bir uchrashuvlardan birida yoki bir efirdami boshqada xudo xolasa yana ijro qilib beraman aka. Meni ma'zur tutasiz. Xiyobon 2019 Telegram manzilimizga savollar, xabarlar kelyapti. Assalomu alaykum, chiroyli suhbat uchun rahmat. Habibulla aka, sizni birinchi bor televideniyada chiqishingizga kim yoki nima, qanday voqelik sabab bo'lgan? Shuni eslasangiz, ishonchim komil, televideniyada ham ustozlaringiz bo'lgan. Zafarbek, Toshkent tumanidan. Televideniyada albatta endi yaxshi savol bo'pti. Televideniya xodimlarining ko'plari albatta meni ijodimni elga yurtga tanilishida, haligi ma'qul bo'lishida ko'plarning zahmatlari, mehnatlari singan. Qahramon akam Ashurov ham radioda, ham televideniyada ham ko'p. Akmal Yo'lchiboyev, mana Akmal akam Yo'lchiboyev o'sha davrda musiqiy redaksiyani boshlig'i bo'lardilar. Ularning hissalari ko'p bo'lgan. Meni film konsertlarim, bularni tasvirga olinishida Akmal akamni hissalari juda katta. Fathilla aka degan akamiz, yangi narsa yozmadingizmi? Yo'q, yozing, syomka qilamiz. Xo'p, yozardik. Endi mana misol uchun Rahmatulla akamni eslaymiz, Mirzayev juda yaxshi edi bizning munosabatlarimiz. Ko'p operator aka-ukalarimiz bor. Nomma-nom yodimda bo'lmasa-da, albattaki mana chiroqchilardan tortib, ovoz rejissyorlaridan tortib, hammalaridan mana fursatdan foydalanib, imkon bu. Hammalaridan men mana minnatdorman. Omon bo'lsin. Kimnidir nomi yangramagan bo'lsa, men ma'zur tutasiz. Ajoyib hozir holat. Va Habibulla aka, hozir bizga yana bir telefon qo'ng'irog'i bor. Demak, bog'lanamiz ijozatingiz bilan. Assalomu alaykum, xayrli oqshom. Assalomu alaykum Habibullaxon. Assalomu alaykum. Men To'lqin Ikromovman. Madaniyat to'qimachilar madaniyat saroyida bilan ancha ijod qildik. To'lqin aka, assalomu alaykum, tanidim. Va alaykum assalom, tanidingizmi? Xursand bo'lib turibman ko'rib.
Rahmat hozir aka. yoshligingizda o'sha musiqa san'at maktabida o'qib yurgan paytlaringizda o'sha davrlarni eslab, hop, birga ijod qilganlarimiz, Baxtiyoringiz bilan yashang. xursand bo'lib mana seningiz bilan birga ko'rib o'tiribmiz. Juda shu eshitib ko'rib o'tirib, Rustam qora akani qo'shiqlaridan qator bo'lsa ham o'zingiz ovozidan eshitdim. Xo'p bo'ladi. Sihat salomat tilayman. Rahmat To'lqin aka. Salomat bo'ling. Xursand bo'ldim ko'rib. Rahmat. Men ham ovozingizni eshitib juda xursand bo'ldim. 14, 13, 15, 16 yoshli paytlarimni yodimga solvordingiz. Demak, yana ustozingizdan so'rashyapti, To'lqin Rustam akam Qoritovsonovdan. bir yili Yamaha degan aks sado beradigan moslama olganlar 87-yil. U lenta halqa qilib qo'yiladi-da, haligi halqa aylanaveradi, bir tez bir deb qaytaradi. To'lqin akam shuni sotib olganlar. Endi rever deylardi. Rever deylardi. 5-10 ta to'y o'tgan, To'lqin akam chalg'iganmilar, umrlar uzoq bo'lsin, hozir ovozlarini eshitdinglar. Halqani alishtirish esdan chiqqan, u o'zlarining xayollarida yo'q. Hofizimiz o'rtaga tushdilar, men akordeondamidim, organdamidim. Aqlim rom, etkay mudom, desa to'ylar degan narsa chiqib qoldi. To'lqin akam u yoqdan bu yoqqa bundoq qarayotdilar. Nima bo'ldi deb hofizam bundoq qarab turib, chiroyingiz muborak bu. Kutilmagan holat bo'ldi. Buzildimi bir narsa deydilar, yengi olganlar-da haligini. Keyin men yosh shuurimga bir narsa xayolimga kelibdi shekilliki. To'lqin aka halqasini almashtirib qo'ysam, shu vaqtlar aytmaysizmi deb. Shu akamiz telefon qildilar. Endi Rustam akamning ashulalari juda bisyor. Qaysi birini aytib bersam ekan? Sadoqatda faqat sobit iymonlarga ishongayman. Sadoqatda faqat sobit iymonlarga ishongayman. Vujudi xor biroq ruhiy omonlarga ishongayman. Desalar yaxshi-yu silliq ahillarda gumonim bor. Dili bo'ron, tili chaqmoq yomonlarga ishongayman. Dili bo'ron, tili chaqmoq yomonlarga ishongayman. Bahorlarga ishongayman. Ona tuproq yuziga boz. Bahorlarga ishongayman. Ona tuproq yuziga boz. Yuzim bosgan zahil bargi xazonlarga ishongayman. Yuzim bosgan zahil bargi xazonlarga ishongayman. Ana bir shingil dedilar.
shunga ham ijro bir qildik. ma'noli qo'shiq ekan va hozir mana bizga kelayotgan xabarnomalar Zuhrom kelmadidan ham bo'lsin deyishyapti. Zuhrom kelmadini o'zingiz ham juda sevib ijro etasiz. Shuning uchun kelinglar Finalga, demak. Ko'rsatuvimiz yakuniga olib qo'yamiz. Va bizda hozir telefon qo'ng'irog'i bor ekan, bog'lanamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. To'g'ri qo'yib olamiz. Albatta. Yashang. Efirdasiz, xayrli oqshom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Toshkent shahridan Gulbahor. Men sizlarni ko'rsatuvlaringlarni ko'rib boraman, xursand bo'laman. Ko'p bizani yodimizdagi yoshligimizni, o'tgan butun xotiralarimizni eslasam degan xonandalarni chaqirishdi. Shu fursatdan foydalanib Habibullo akani ko'rib xursand bo'ldim. Nimalarni ko'rib, qo'shiqlaridan shunga eshitaman, katta rahmat minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, shu bilan birga ularni shunday tanishda bizani endi 16-17 yoshlarimizda bular tanilib kelgan edi. Qo'shiqlarni eshitardik. Rahmat. Rustam Qorini ham qo'shiqlarni maromiga yetkazib ketardilar. Lekin hozirgi paytda to'ylarimizda, ko'p tadbirlarda jonli qo'shiqlar yo'q bo'lib ketayotgan bir vaqtda nimalarda ko'p fonogramma orqali qo'shiqlar yetib borayotgan paytida Xudo bergan shundoq ovoz bor xonandalarimiz, shu bilan birga Habibullo akani ham ovozlarini Xudo bergan shunday chiroyli tovushlar bor, lekin ko'p qo'shiqlarni kutib olamiz, lekin hech eshita olmaymiz. Biza iltimos qilib so'raymiz oilamiz bilan ko'p qo'shiqlar aytsalar. Rahmat. Biza maza qilib eshitaylik. Bajonidil. Ularning ijodlaridan bahramand bo'laylik. Va shu bilan birga tani sog'lik, salomatlik tilayman. Oilalariga bosh qo'shsinlar. Rahmat. Va sizdan ko'p hammaga rahmat aytaman. Xiyobonachi ko'rsatuvga ming rahmat. Rahmat sizga. Sokin shunaqa paytda shunaqa sevimli xonandalarimizni chiqarganingiz uchun minnatdorchiligimni bildiraman. Bizani o'zbek san'atimiz rivojlanishiga bular qanaqa hissa qo'shgan va yana davom ettirishligini iltimos qilib so'rayman. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Rahmat, e'tiboringizdan xursand bo'ldik. Rahmat. E'tibor uchun rahmat, salomat bo'ling. Shuncha yurak qo'ringizdan, samimiyat bilan shunaqa jo'shib gapirdingizki, hozir bir 5-6 ta albom yozib yubordim barchamanda. Yangi ijod namunalarini yozib yubordim. Xudo xolasa ijodingizga mushtoq ekan. Mana Botir Ergashev she'rlari ma'qul. Mana Bahodir degan ukamiz Bahodir Obid, Jalil Rahmat degan shoirimiz borlar. Bular bilan yaqinda bir muloqotda bo'ldik. Endi hozir kutib qolamiz dedilar-ku. Shunga javoban aytmoqchimanki, ijoddamiz hali ham. Xudo xolasa sizlar o'sha kutgan, sizlar xohlagan, hattoki o'sha sizlar xohlagan jaranglarigacha o'shanaqa qilib yozish niyatim bor. Rahmat. Demak, harakatdasiz, yangi ijod namunalari. Xiyobon 2019 manzilimizga iltimoslar kelyapti, qator iltimoslar. Avaz Yo'ldashev yozyaptilar. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvni yarmidan qo'shildim. Balki o'tkazib yuborgandirman. Nayda ham biror kuy eshitsak. Nayni qo'llariga oldilar-ku, lekin kuy ijro etmadilar. Qanday o'rganganingizni aytdingiz, lekin Aytdim, ushlab turib, keyin gapga berilib ketib qoldim-da. Marhamat, agar Nay bajonidil. Endi Nayda men to'g'risini aytsam, biron narsa tayyorlab ham bilganlaringizdan, bisotingizdan. buni ham o'ziga yarasha baribir tayyorgarligi bo'ladi. Albatta.
shirin so'z Barno yigit. Yashang. Komil Ismoilovaning repertuarlarida Alloh Faxriddin Sodiqov musiqasi. Faxriddin Sodiqov shirin so'z Barno yigit. Bular endi yuragimizda yashaydigan ohanglar-ku. Shuning uchun o'ylab ham o'tirmasdan chalib yuborasiz-da. Eng dardli ohanglar, navolar aynan naydan taraladi. Endi mana bunisi xuddi shunaqanay, xuddi shunaqa. Lekin diapazoni yo'g'onroq. Ha, shaklidan ham. O'zi ham nima-ku? Chalinishi ham qiyinroq bo'lsa kerak endi. Bunga ko'proq havo kerak bo'ladi. Ha, nafas nimasi ham, holati ham qiyinroq bo'ladi. Bunda sharqona bu narsalar chalishni yaxshi ko'raman. O'zim boya aytdingiz-ku, o'zingiz qolganingizda nimani? Chalasiz. Bunda mana shuni chalaman, o'sha o'zim qolganimda. Qani eshitaylik. Bundan ham yo'g'onlari bor. Lekin u endi qiynavoradi-da u. O'ja qiynavoradi. Mana shunaqa improvizatsiyalarga zo'r bu. Keyin endilikda shunaqa qurilmalar mavjudki, oyog'ingizni ostida turadi, 5 ta yozadigan yo'lagi bor, ya'ni trek deymiz-ku. Nayni puflab turib birinchi trekka yozdingiz, usul berib turibdi nay, keyin temani chalasiz, boyitasiz. Akarjonni olguningizcha u chalib turadi, akarjonni qo'shasiz, keyin torrob turib shunaqa shou qilish mumkin. Loop station deb ataladi. Shunga endi orzumandaman shu yillarda. Assalomu alaykum, xiyobon ko'rsatuv ijodkorlari. Habibulla aka, akordionda Sangam kinofilmidan bir shingil chalib bera olasizmi? Oldindan rahmat. Yoki Shalola qo'shig'ini tor bilan jonli ijroda hech bo'lmasa bir shingil deb Bahromjon ismli muxlisingiz iltimos qilyapti. Sangam borasidagi javobim shu bo'ladiki, mana bitta hech qachon yetmaganim bir sirim bor. Men iloji boricha kuyni to'liqligicha eslab qolmasligiga harakat qilaman. Nima uchun? Buni zamirida shu yotadiki, improvizatsiya, ya'ni badiha deymizmi o'zbekchasiga? Improvizatsiyadan to'xtab qolaman agar muayyan kuylarni yodlayverar ekanman, o'shalarni girdobiga, o'shalarni qolipiga kirib qolishdan qo'rqaman. O'shaning uchun kuyni havosi, shakli, mazmuni va hokazo jihatlarni eslab qolaman-u, bitta ikkita frazasini eslab qolgan bo'laman. Shuning uchun Sangam yoki yana bir qanaqadir indiyskiy filmlarni men to'liq chalmaganman. Endi o'shaning uchun Shalola bilan yopamiz bu. Mayli. Bu mavzuni. Mayli, mayli. Kel qalbimning otashi go'zal, senga tomon cho'ndi hayolim. Kel qalbimning otashi go'zal, senga tomon cho'ndi hayolim. Qaydasan ey so'zlari asal, gul shoxda qoldi ro'moling. Yeri kelgin go'zalim, dilimdagi g'azalim, mani dilimdagi g'azalim. Yeri kelgin go'zalim, dilimdagi g'azalim, mani dilimdagi g'azalim.
shalolaga chaygan yuzing bir ko'rdimu termulib qoldim eslab ikki shahlo ko'zing yosh shirinim uzoq uzoq xayolga toldim eslab ikki shahlo ko'zing uzoq uzoq xayolga toldim ketma ketma yonimdan shirin shirin joningdan man o'rgilay sani joningdan ketma ketma yonimdan shirin shirin joningdan man o'rgilay sani joningdan mayli jonim shalola bo'lgin mavjlangin sen butun umrga mayli jonim nurlarga to'lgin keng dunyoni to'ldirgin nurga mayli jonim nurlarga to'lgin keng dunyoni to'ldirgin nurga erkaginam yorginam mani vafodorginam bu dunyoda o'zing borginam erkaginam yorginam mani vafodorginam bu dunyoda o'zing borginam bu dunyoda o'zing borginam rahmat juda ko'p iltimoslar xabarlar xiyobon 2019 telegram manzilimizga kelyapti-da. Shulardan bittasini yana o'qib bermoqchiman. Habibulla, men siz bilan ko'p yillar hamkorlik qilgan jurnalist Bahrom Ahmedovman. Ko'rsatuvni ko'rib ko'p yaxshi xotiralar yodimga tushdi. Ijodingizga baraka tilayman. Zuhro kelmadini kutib o'tiribdi muxlislar, deyaptilar. Ana qarang. Va kelishganimizdek demak finalda ijro etiladi. Albatta, haligi teletomoshabinlarimiz ham anglashgan bo'lsa kerak. Har qalay Bahrom Ahmedov esa tabobat olami degan ko'rsatuv yodlarga tushishi mumkin. Keyin qolaversa 80-yillarda Kamalak radio dasturi bo'lardi. 3 soat bo'lardi, 12 dan 15 gacha bo'lardi. Shu yerda Qahramon akam ashuri, Bahrom Ahmedov, boshqa ijodkor Apipa Tojiyeva, Umid opam Usmonova, Asror akam Abror Xo'jayev, bular shunaqangi zo'r dasturlar qilishardiki, biz bular dasturlar bilan katta bo'lganmiz. Bahrom akamni men o'sha paytda o'sha radioda eshitardim. Qolaversa, keyin shundoq bo'ldiki, juda qattiq niyat qilgan ekanman shekilli. Bahrom akam Ahmedov bilan bir jamoa bo'lib, sostav deymiz-ku endi o'zimizchasiga. Bir jamoa bo'lib, bizlar o'shanaqa yurtimizni, elimizni, yurtdoshlarimizni yaxshi kunlarida, to'ylarida, xizmatlarda birga bo'lishliklarga nasib qilgan. Omon bo'ling Bahrom aka, xabaringizni o'qib juda xursand bo'ldim. Va Habibulla aka, mana hozir bir qancha ustoz jurnalistlarni esga oldingiz-da. Va yana bir narsa, bizni hamkasbimiz, ustozimiz, ko'p yillar birga ishlaganmiz. Nodira Tursunovadan ham bir xabar kelibdi. Davr informatsion dasturida faoliyat ko'rsatganlar Nodira opam. Assalomu alaykum. Nozimjon, ko'rsatuvni tomosha qilyapman. Juda ajoyib mehmon chaqiribsizlar. Mazza qilib ko'ryapman. Omad sizlarga juda samimiy chiqyapti deb salomat bo'lsinlar. Nodira opa, rahmat e'tiboringiz uchun. Omon bo'lsinlar. E'tibor qilib ko'rganingizga rahmat. Yana ko'p xabarlar, iltimoslar. Maftunaxondan ovozli xabar kelibdi, qarang. Qani eshitaylik. Ovozli xabar Kamola. Eshitamiz. Bizni bu ko'rsatuvimizda endi har holda yangilik ilgari ovozli xabarlarni hozir shuni ham eshitishga harakat qilib ko'rsak bo'lmasam. Marhamat. Assalomu alaykum Toshkent kanali ijodkorlari. Sizlarga shunaqangi xursandchilik bilan minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Rahmat. Otamlar Habibulla Shamsiyev. Ishonasizlarmi? Men
bizni ko'rmagan shunaqangi arxivdan lavhalar, videolar qo'yib berdinglar. Bu bizni tug'ilmagan paytdagi videolarda ko'rib, adamni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Sizlarga kattakon, hammanglarga rahmat, hamma ijodkorlarga rahmat, katta rahmat. Demak, Maftunaxon qizingiz, farzandingiz bu salomat bo'lsin. Rahmat e'tiboringiz uchun. Endi 19 yoshli Adani videolarini ko'rish ham qiziq bo'lsa kerak endi farzandlar uchun. Sizlarga rahmat haqiqatdan. Shularni topib, izlab, jamlab bitta ko'rsatuvga tayyorgarlik bo'lsa, shundoq bo'pti-da. Rahmat javob uchun. Va bizda telefon qo'ng'irog'i bor ekan. Demak, bog'lanamiz chunki vaqtimiz tobora tugab bormoqda. Assalomu alaykum, efirdasiz. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Toshkent shahri xiyobonlarida mazza qilib yurgandek bo'lyapmiz. Sirdaryo viloyati Boyovut tumanidan A'zamjon aka Omonboyev bo'laman. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Mana hozir bu kishi keng fartabelning san'atkorlarda xuddi men Orolmuzo Safarovga o'xshatib yuboryapman bu kishini. O'rtog'imda. Shunaqalari bor. Endi mana musiqalarni obrazini qilib aytganda o'ynatib yuboryapsiz-da. Hozir nay haqida ham juda yaxshi fikrlar aytdingiz. Cho'liroq shu nay uchun, nay cho'liroq uchun deganday shundan bir parcha aytib bersangiz, ijodingizga, umringizga baraka tilab qolaman. Rahmat. Yashang, rahmat. Sog' bo'ling, rahmat. Qo'ng'irog'ingizdan Rahmat xursand qo'ng'irog'ingiz bo'ldik. uchun. Orol Mirzoga o'xshatib yuborishingiz tabiiyki, u og'aynim, o'rtog'im ham ustozim bo'ladi. Ana ustozlarimizdan bittasi Orol Mirzo Safarov ham. Chunki Madaniyat institutida yuritilardi u davrlarda. O'sha yerda Orol Mirzodan qo'shiq sirlarini boshqari, garchi og'aynim bo'lsa ham Shamsiyev dirdi. Ho, desam, bugun dars, endi hozir dars. Ha. Oshna og'aynigarchilik endi auditoriyadan buyoqda. Bir ikkita qo'shiqlariga o'zim ham tor chalib bergan joylarim bor. Orol Mirzo omon bo'lsin. Xalq artistimiz hozirgi kunda mana. Salomat bo'lsin. O'shaning uchun o'xshatishingiz cho'liroq chalmaylik. Chunki cho'liroqni raisi qaytarmoqchi emasman-ku. Abdulahad Abdurashidov chalgandek, Doniyorlar, mana Yusuf og'aynimiz naychilar chalgandek, menda baribir nima bo'lmaydi. Shu yaxshisi shu Abdulahad Abdurashidov ustoz xalq artistimiz chalgan o'sha yozuvni olib bir eshitsangiz, yuragingiz shunaqa maza qiladi. Qadrli yurtdoshimiz. Meni javobimdan ranjimang. Rahmat. Demak, endi yaxshi ma'noda jur'at qilmadingiz deb tushunish mumkinmi bunga? Ha. Chunki shunaqa deganimiz ma'qulroq menimcha. Cho'liroqni qarang, bir kuni bir davrada Abdulahad aka Abdurashidov bilan o'tirib qoldik-da, ko'p kuylar chaldilar. Keyin tashqariga chiqdik, Habibullaxon dedilar, "O, shu davraga qaytib kirmasak, ukam." Men tushunmadim-da. Keyin yana qaytib kirishga to'g'ri keldi. Shu yerda mayli endi cho'liroqni chalib beraman dedilar. Men aytdim, "Eski yo'lini chalib bering" dedim. Ishonasizmi, men sel bo'lib yig'lab, anoyi tamom bo'ldim. Men aytdim, "Cho'liroq deganda men nayni qo'limga olmayman" deb o'shanda o'zimga shu so'zni berganman-da. Mana hozir sababini ham aytib ketdilar. Nega haddalari sig'mayotgan aynan cho'liroqni nayda ijro etgani. Demak, muxlisingiz menimcha sizni to'g'ri tushundilar. Ha, albatta. Va yana savollar, iltimoslar. Habibulla aka, musiqada sizga umuman yoqmaydigan, siz eshitmaydigan, eshitishni xohlamaydigan janr bormi deb so'rayaptilar. Qiziq savol. Va jahonda qaysi xonanda va sozandalar ijrosini kuzatib borasiz? Kumiringiz kim deb so'rayaptilar. Kumir. Men fors musiqasini yaxshi ko'raman. Agar bu yoqdan yondashadigan bo'lsak, mana Rustam aka haqlarida, boshqa ijodkorlarimiz haqida ko'p va xo'p gapirdik. Endi hammamiz ham hozir kimdir fransuz, kimdir ingliz, kimdir Amerika musiqasini yaxshi ko'radi. Men fors musiqasini yaxshi ko'raman. Gugush, Mo'in, Sattor, Hoyde, Mahasti, Andi kelsa, shularni yaxshi ko'raman. Eshitmaydiganim bor albatta. Bormi? Albatta, endi trashga o'xshagan bir narsalar, haligi g'arb uslublari bor-ku. Yoki haligi har xil rapni ham haligi quyishxondan chiqib ketgan bir narsa hech kim eshitmasa kerak uni. Navolarni to'g'ri. Shunaqa musiqalarni endi radikal musiqalarni eshitmayman.
Rahmat javob Yana uchun. telefon qo'ng'irog'i bor bizda. Demak, bog'lanamiz. Assalomu alaykum, efirdasiz. Assalomu alaykum. Assalomu Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Rahmat. Mana ismim Rahvoy, Habibulla aka, yaxshimisiz? Ha, tanidim. Yaxshimisizlar, tinchmisizlar? E'tibor uchun rahmat ukajon. Harakat qildik, telefon tutishga bog'landik. Asligan aka. Avvalo sizni ijodingizga omad. Ijodingizni bilasiz, o'zingiz bilasiz. Juda ham hurmat qilamiz, yaxshi ko'rib eshitamiz. Rahmat. Biz sizni ko'pchilik bo'lib mana Sharq ovozi portalida hammamiz eshitib o'tiribmiz. Yashaylar. Mani savolim bor edi, shu aynan san'atga kirib kelishingizga kim yoki nima sabab bo'lgan? Bu birinchi savolim. Xo'p. Agar san'atga qiziqmagan bo'lganingizda qaysi sohaga qiziqqan bo'lardingiz, qaysi sohani olib ketardim o'ylaysiz? Rahmat ukajon. Bu haqda o'ylab ko'rmaganmisiz? Ijodingizga rivoj, Habibulla aka. Rahmat portaldagi hamma nomidan sizga katta salom. Ko'rsatuv ijodkorlariga ham ishlariga rivoj, charchashmasin. Rahmat, salomat bo'lgin. Savollar uchun rahmat. Samimiy savollar bo'ldi nazarimda. Ota-onam sabab bo'lgan meni musiqaga kirib kelishimga. Umrlari uzoq bo'lsin. Fursatdan foydalanib dardlariga Alloh shifo bersin. Meni baxtimga ukamni, avaralarini baxtiga salomat bo'lib yurishsin. Ota-onamning sa'y harakatlari, bularni chekkan zahmatlarini mahsuli o'laroq men bu yerda o'tiribman. Ota-onam umrlari uzoq bo'lsin. Akordeonni ham mana odamlar birinchi Mavish degan akordeon berganlar 6 yoshimda, boya ta'kidlaganingizdek. Ishdan kelsalarki ta 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 tam ta da da osonda. Ta da ta da ta da. Menga osonmishdi endi o'sha paytda. Shuni chalganman, keyin turnalar, baland uchgan turnalar degan Kamoliddin Rahimov ashulari bo'lgan. Shuni aytganman, shoda marvarid buni aytganman. Kichkina 6 yosh, 7 yosh paytimda. Afruza Umarovanni bilasiz, Alloh rahmat qilsin, radio jurnalist bo'lganlar. Kichkina bolaman, qo'lda o'ynab yursam, bizga qarindoshlik joylari bor edi. Xudo rahmat qilsin. Mana shu Hamidullaning o'g'li ham juda yaxshi odamlarning nazarida turib yetishyapti-da. Juda yaxshi ishlaydi-da, Afruzaxon, shuni bir eshitib ko'rsangiz. Qani o'g'lim bu yoqqa kel. Kichkina bolachaman, bola uflaydi-da. O'yindan qoldim deydi. Kelsam, qani bolam bir narsa xirgoy qilib berguncha, seni bir bolalarni hakkalarmi, bir narsani aytib bergin. Men endi zerikdim o savoldan. Mayli, ishlayib beraman dedim. Qani aytaqa hamma jim. Shoda marvaridlar desam, voy bolam aylanaysan-dan, ha? Qana qilib chiqaraman men sen kattadan ashlasini aytarkansan. O'tib ketishdi ular ham, Alloh rahmat qilsin. Va aynan ijodni tanlamaganingizda kim bo'lardingiz? Men dalnavoyshik bo'lardim. O'zbekchasiga nima? Uzoqqa haligi uzoq masofaga qatnovchi, haydovchi. Chunki o'sha katta mashinani joyidan qo'zg'atish hali ham orzuyim bor. Shu yarim metrmi, 1 metrmi shu joyidan qo'zg'asa-yu, faqat men o'zim o'sha gazni bosib, o'sha men dalnavoyshik bo'lardim, aniq. Yurtkazardingiz. Keyin yuklarni o'sha manziliga olib borib berish, o'sha yo'lda bo'ladigan har xil va hokazo. Xullas, sarguzashtlar, dalnavoyshik bo'lardim. Aniq. O'ziga xos javob bo'ldi, kutilmagan. Yo'q, kutilmagan. Keyin yoshligimda arab filologiyasiga juda qiziqqanman. Nozim opa, mana tog'ammi qizlari, tog'ammi o'g'illari. Biz endi bulla katta bo'lganmiz, shularga aytardim, Nozim opa, ha, men xudo xolisa arab tilini o'rganaman, arab filologiyasida o'qiyman derdim. Balki shunaqa bo'lishi ham mumkin edi. Dalnavoyshikdan keyinmi yo oldinmi? Tarjimon yoki arab tili bo'yicha filolog. Bolalikda aytadi-yu, birinchi unaqa bo'laman, keyin bunaqa bo'laman. Keyin doktor bo'laman. deb aytishadi-yu. Bitta narsa esimga tushib qoldi-da. Bemalol. Adashmasam Kirakash filmida edi shekilli. Shuhrat Nuraliyev rahmatli yaratgan obraz bor-ku. Kuni bilan kira qilib, taksi qilib keladi-da, keyin kechga borib uyga kirgandan keyin darvozani yopib, xotin olib chiq deydi. Tomoshabin hayron bo'ladi, nimani olib chiqar ekan desa, xotini saksofonni olib chiqadi-da. Bunday qilib hovlida chaladi-ku. Ana shu kimdir masalan san'atkor bo'lishni orzu qilib
kirakash bo'lgan bo'lishi mumkin, taksist bo'lgan bo'lishi mumkin. Kimdir buni aksi bo'lishi mumkin. Endi hayotda har xil narsa bo'ladi. Bizda telefon qo'ng'irog'i yana tinmayapti. Muxlislarimiz kutib turishdi. Eshitamiz. Bog'lanamiz. Assalomu alaykum, marhamat, efirdasiz. Assalomu alaykum. Balandroq gapiramiz. Va alaykum Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Fazil aka? Men hozir sizni ko'rib xursand bo'ldim. Bundan bir 21 yil oldin to'yimizda xizmat qilgan edingiz. Qibraga kelgan edingiz. O'shanda to'ylar muborakini etib turgan joyda chiroq o'chib qolgan, svet o'chib qolgan. O'shanda bitta doira bilan shu ovozingiz bilan to'yni davom ettirib ketgansiz, shu musiqani davom ettirib ketgansiz, apparaturasiz. Bo'ladi. Bir mahoratingizga qoyil qoldim. Ijodingizga omad tilamoqchiman. Endi bitta iltimosim bor edi, agarda iloj bo'lsa, shu akkordeonda kuyini bir chalib bersangiz iltimosim bor. Rahmat. Rahmat qo'ng'irog'ingiz uchun tashakkur. Kuyga populyarniy haligi ommabop qilib o'rtog'imga ham rahmat, Farhod Saidovga. Menimcha Telegramdagi Xiyobon 2019 manzilimizga ham xuddi shu mazmundagi iltimos kelgan edi. Toshkentdan Rustamman deyaptilar. O'zim Qashqar rubob chalaman, ustoz. Iltimos akkordeonda kuyini chalib bersinlar. Ustozni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Iltimos rayimni qaytarmanglar. Bo'ldi. Mana oldim. So'rayaptilar. Sekin akkordeonni moslash barobarida o'sha ko'rsatuvni ko'rgansizlar hammanglar. Farhod Saidov og'aynimizga aytdimki, endi mendan dedim, qanaqadir, nimadir, chuqur kuylarni so'rab tag'inman bir ay yo'q dedi. Keyin o'sha efirni o'zidayoq kuygay deganda eksprompt ijro bo'ldi. Qila boshlaganman. Qani marhamat. Kuy. Shunda akkordionda jo'rligida boshqacha bo'lar ekan. Endi shu yerda qarang. Akkordeonning universalligi, akkordeonni hamma xalqlarga munosib tarzda jo'r bo'lib keta olishligini ifodasi. Nilufarxon yozyaptilar. Assalomu alaykum, ijodingizga omad. Rus tilidan boshqa tilda ham qo'shiq ijro qilganmisiz? Albatta. Qaysi tillarda? Chet tillarda. Men yana bitta sirni ochaman. Bugun sirlar ochiladigan ko'rsatuv ekanda. Xo'sh. Ivrit tilida qo'shiq bastalaganman. Keyin turkcha qo'shiqlar ijro qilganman. Yoshligimda arabcha, Ozarbayjon qo'shiqlari,
Xo'p, mana shunaqa va hokazo. Hammani singari mana bu turk qo'shiqlarini yaxshi ko'raman. O'sha hammamiz movi, movi emas, movi desa, biz ham oh dod deymiz. Yoki bebeğim desa biz ham jo'shib ketamiz biz ham. Shularni aytamiz biz ham, albatta, xorij san'atiga, qo'shiqlarga. Murojaat etasiz, istaysizmi, yo'qmi? To'g'rimi bu ohanglarga, sharq ohanglariga ayniqsa? Albatta, sharq ohanglari endi jozibador, shunaqa chiroyli. Muhammad Yusuf yozyaptilar Xiyobon 2019 manziliga. Assalomu alaykum. 1995-96 yillardagi Manzur guruhidan Yomg'ir musiqasini so'rab qolamiz, deyaptilar. Manzur guruhi lideri Mahmud og'aynimiz, Alloh rahmat qilsin, yaxshi yigit edi. Yoz yomg'iri degan ashulasi bo'lardi, bilasizlar. Bizda deyarli bir xil davrda, o'sha yoshligimizda ijod qilgan davrimiz, u Manzur guruhi. Men endi shu o'zimni nimam bilan shu qo'shiqni mana yomg'ir hozir yuqorida boshlaganimiz o'sha quloq tutsang bular ijro qilib yurardi. Lekin men endi o'zim ashulalarim bilan ovora bo'lganmanmi, uni ijro qilmagan ekanman. O'shaning uchun bu ham shunaqa cho'lironi qatorida ketadi shekilli. Muhammad Said ismli bir muxlisingiz yozyaptilar va ancha bo'ldi yozganlariga kutib turibdilar o'qilishini. Assalomu alaykum. Ustoz Sherali Jo'rayev bilan ijodiy hamkorlik qilganmisiz? Agar qilgan bo'lsangiz, shu haqida gapirib bersangiz deb so'rayaptilar Muhammad Said. Eng zo'r joylardan so'rabdilar. Qori, senga nima dori? Dirdilashi, ustoz Xudo rahmat qilsin. Men bolaligimdan niyat qilgan edim, shu inson bilan shunday qo'l olishib ko'rishsam bo'ldi edi deb niyat qilgan edim. Alloh shunday nasib qildiki, xonadonlarda ro'baro yuzma-yuz o'tirib, tongga otar suhbatlashib o'tirishlargacha nasib qildi. Endi haligi u yoqdan, uzoqdan kelmasdan konkret bitta hodisani yoritmoqchiman. Parijon degan qo'shiqni hammamiz bilamiz. O'sha Parijon degan qo'shiqdagi duduk sozini men chalganman. Ta-da-da, da-da-da degan o'shani men chalganman. Uni eslab qolganimning yana bir sababi bor. Qishda yozilgan. Qishda yozilgan bo'lgandan keyin hamma yoq toyg'anchiq, sirg'anchiq, ruschasiga odatlangan nomimiz bor, gavalyot. Mashina bilan studiyaga kiramiz dedik, pastliq ekan, to'g'ri darvozaga borib urganmiz mashinani. Xudoga shukr, hech kimga hech narsa qilmadi. Mashina lekin ancha lat yedi, lat yedi, shikastlandi. Shunda endi Sherali Jo'rayev Alloh rahmat qilsin, Hoji aka studiyada o'tiribdilar. Sher aka shunaqa desam, sotib qo'yaylikmi? Yo'q. Sotmay. Sal mashtum g'urra bo'libdi, u yoq dedim-da. Keyin Sher aka aytdilarki, shu Parijon degan ashula qilganmiz, hali dudovmi, ashuni chalish kerak-da, dedilar. Bo'ldi. Chalib tursam, endi hozir xotira mana shunaqa ko'rsatuvku keldilar-da. Haligi shoirlaringiz yonidagi pariga yozar ekan, biz u yoqqa yozamiz-da, dedilar. Alloh rahmat qilsin, juda ko'p. Haligi bir kun aytdimki, ustoz, men bolaligimda Zuhro yulduz ko'rin tezroq, oy botdi-ku, o'tkinchi bir tuman to'xtab o'tib ketdi-ku ni ijro qilganman. Keyin Zebo shuni ijro qilganman. Yana bir qator ashulalarni sanab bersam, manda ancha qarzingiz bor ekanda. Oxiratlari obod bo'lsin. Juda ko'p suhbatlashganmiz. Bitta qo'shiq bergan edim, shuni ijro qila olmadilar, fursatlar ulgurmadilar. U Sohib Kamol she'ri bilan ijro qilinishi kerak edi. Endi u qolib ketdi. Nilufar ismli muxlisingiz boyagi bergan savollariga yana oydinlik kirityaptilar. Rus tilidan boshqa tilda ham qo'shiq ijro etganmisiz deb savol berdilar-ku. Chunki qozoq tilidagi qo'shiqlarga qiziqishingizni bilaman, deyaptilar. Albatta, endi qozoq tilidagi nimalarni boya buni aytmadingiz lekin. Qozoq tilidagi nimalarni, aytimlarni juda yaxshi ko'rib tinglayman, lekin ijro qilmaganman. Qilmagansiz. Qozoq tilida bolaligimda juda ravon gapirardim. Juda ham ravon gapirardim. Yaxshi ko'raman do'mbirani ovozini, o'sha kengliklar. O'sha yaxshi ko'raman. Zo'r. Keyin Qozog'istonlik bir 50-60% ijodkorlarga akordeon chalib berganman.
ular ijodiy hamkorligingiz bor ekanda. Fayllarni jo'natishadi bu yoqqa. Akkordeonsiz fayllar. Ustiga akkordeonni chalib, men jo'natib yuboraman. Mana shunaqa hamkorligimiz bor. Nilufar bilib gapiradilar dedim-ku boshida. Dev Sinchkov muxlisingiz ekanlar. Shu muxlisimiz ham, guruhdoshimiz ham. Ha. Va hozir Shuhratjon ismli muxlisingiz va Zikrulloh ismli muxlislaringiz ancha bo'ldi bularning xabarlari kelganiga. Lekin o'sha Zikrullohxon kelishganimizdek Zuhrom kelmadi qo'shig'ini so'rashyapti va biz bu qo'shiqni finalga, ko'rsatuvning yakuniga olib qo'yganimiz uchun bularni hozircha o'qimagan edim. Mana endi menimcha fursat yetdi. Men avvaldan uzr so'rayman. Ko'rsatuv avvalida aytdikki, kuz mavsumi sal o'sha shunaqa holat, shamollashdan keyingi holat, o'shaning uchun to'liq emas. Nimamiz yetganicha ijro qilib beraman. Va yana rejissyorlarimiz eslatishyaptiki, ko'pchilik qo'ng'iroq qilgan muxlislaringiz ham aynan Zuhrom kelmadi qo'shig'ini so'rashgan ekan. Kadr ortida. Shuni ham eslatib o'tishimiz mayli. Ufukdagi çizgin yağdular. Ufukdagi çizgin yağdular. Bu yıldızlar keldi, Zuhrom kelmedi. Yüreğimde kança şadlik, kaygılar. Bahar kızlar keldi, Zuhrom kelmedi. Bahar kuzlar keldi, Zuhrom kelmedi. Ortga qaytdi uzoq ketgan karvonlar. Qatorlashib qancha kelin jononlar. Tamam bo'ldi oxir fasli xazonlar. Talay qizlar keldi, Zuhrom kelmedi. Talay qizlar keldi, Zuhrom kelmedi. Qoshi ko'zni
judo qilmay bir edi Suhraxonni ayirmay takir edi Tağ taşu çöl sahra kıridin Hava iller keldi Zuhram kelmedi Zuhran deb sevgisun içkenmen Zuhran deb bu dunyodan kechganman dilimdagi zulfu zarni yechganman qora kokil keldi Zuhram kelmadi qora kokil keldi Zuhram kelmadi Gülgün qizlar keldi Zuhram kelmadi Rahmat. Xalqimizni ko'nglidan, qalbidan joy olgan qo'shiq Zuhrom kelmadi. Va menimcha barcha muxlislarni ham ko'ngillari taskin topdi. Ha, albatta. Juda ko'p iltimoslar kelayotgan edi va o'zingiz ham balki yarmigacha kuylarman deb turib, mana oxirigacha aytdingiz. Rahmat. Habibulla aka, bugun mana ko'p yaxshi voqealarni esladik. Yaxshi insonlarni esladik, buyuk san'atkorlarni esladik. Umuman olganda mana shunday o'tgan kunlarni, o'tgan davrlarni, yoshlik yillarini, bolalikni va o'sha birga hayot davrimizda uchragan yaxshi insonlarni eslab turish yaxshi, chunki bu ko'nglimizni yorishtirib, ko'nglimizni tiniqlashtirib turadi. Salomat bo'lasiz. Rahmat. So'nggi so'z o'rnida agar fikrlaringiz bo'lsa, nimadir yana shu paytda aytgis kelayotgan gaplar bo'lsa, marhamat. Men bugun juda huzur qildim. Yurtdoshlarimiz bilan muloqot qildik, o'zimiz suhbatlashdik. Men bu darajada keng qamrovli haligi loyiha ekanidan to'g'risi xabardor emas edim. Sizlarga tashakkur, barcha ijodkorlarga. Shu kichkinagina bir qo'shiqlarimiz bor ekan, shuni elga yurtga yana eslatganinglarga salomat bo'linglar. Ijodkorlarga rahmat, qolaversa muxlislarga rahmat, chunki kech bo'lishiga qaramasdan, tungi soatlar bo'lishiga qaramasdan qo'ng'iroq qilishdi, mana xabarlar yozishdi. Men benihoya bugun shunaqa zavqlandimki, haqiqatan ham 4-5 ta albom yozib yuboraman shekilli. Hammaga rahmat, tashakkur. Ishtirokingiz uchun, go'zal suhbat, yoqimli ijrolar uchun sizga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat Habibulla aka, yana bir karra sizga tashrifingiz uchun va shu fursatdan foydalanib, odatdagidek bizni tomosha qilgan, bizni kuzatgan, bizga hamroh bo'lgan va eng muhimi, bizga befarq bo'lmagan barcha muxlislarimizga minnatdorlik bildiramiz. Xiyobonni kuzatishda davom eting. Xiyobonda samimiy insonlar bilan samimiy suhbatlar hali davom etadi. Va yana tez orada Toshkent telekanalida Xiyobon dasturida jonli efirlarda yana ko'rishamiz. Ungacha sog' salomat bo'ling. Ko'rishguncha xayr. Xayr.